Yunusobod 18-kvartalda 2 xonali uy 58 kvadratli uy sizga taklif etmoqchi va uy egalari 60 ming dollarda bu boshlang'ich narxda so'rashyapti. Albatta sunnatli kelishiladigan joylari bor. Telefon raqamlari senada aloqaga chiqasiz. Manzilga keladigan bo'lsa Yunusobod 18-kvartal. Shunda mana sport kompleks nimada Chexov oldidan kirib kelganingizda bir yo'l yuzidan bir 150-200 metrcha kirib kelasiz ichkariga. Infrastruktura lokatsiya atrofimizda zo'r. Shu uyimizda 3-qavatda joylashgan 4 qavatli bino g'ishtli konstruktorimiz domimizda. Xo'p, qarang. Asosiy podyezddan kirish eshigimiz bo'lsa, kattagina bir xo'shkamiz mavjud. Kelaman. Chap tarafdan boshlaydigan bo'lsa, sanuzimiz birlashgan holatda, kafellari yaxshi holatda turibdi. Va bu yoq tarafimizda esa biz birinchi xonamiz bu как spalniya xonalari hisoblanadi. Spalniya xonalari bu planirovkada zo'r. Akvarom dushotka bezopasliklari mavjud. Va bu yoq tarafga kiradigan bo'lsa, bizda zalimiz bo'ladi. Mana zalimiz ham juda ham katta, uzunasiga ham katta, santexnikalari almashgan va bu yoq tarafimizda bizda 1 metrga 7 metr balkonimiz mavjud. Keling, shu bilan biz oshxonaga kiramiz. Oshxonamiz ham anchagina bag'ri keng. Bu yerga o'zingiz uchun chiroyli stroyen kuxna garnitura yasatib, mazza qilib foydalansangiz bo'ladi. Va bu yoq tarafimizga esa bizda mягкий mebel, уголок, 4-talik stol o'tirib zavtragabek uchun oilaviga juda ham qulay variant. Lokatsiyasi zo'r, g'ishtli konstruksiyada uyimiz 58 kvadrat, 60 ming boshlang'ich narx. Telefon raqami bilan aloqaga chiqasiz. Uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasiz.